9 oy mobaynida birga bo'ldik. Ulug'bek Hojiahmedov bilan birgalikda o'sha ishladik. Maslahatlarni berdilar. 9 oy oldin kelganimda vrach sifatida men faoliyat yuritganman. Kelgandan keyin biz tadbirkor sifatida bizni miyamizda shakllantirib, uzoqni ko'rishga, mulohaza qilishga, umuman front ofis borligi va back ofisi borligi haqida umuman ma'lumotga ega bo'ldik va korxonamizda front ofisimiz bor edi. Back ofisimizni shakllantirdik, marketolog shakllantirdik, SEO yo'nalishida mutaxassis oldik, HR yo'nalishida mutaxassislar oldik, deyarli lavozim yo'riqnomalari, missiyamizni shakllantirdik. Xullas, hamma xodimlarimizni ichki tartib qoidalariga rioya qildirishga yo'l qo'ydik. Top Founder jamoasiga katta rahmat. O'zbek tadbirkorlari, qolaversa chet el tadbirkorlari, qo'shni davlatlardan ham Ulug'bek akani ko'p bilishadi. Kelsinlar, o'qisinlar.